Filippinda qurilayotgan bino qulab tushdi. Ehtimol o'nlab odamlarni qamab qo'yishi mumkin. Politsiyaning ma'lum qilishicha, Filippin poytaxti shimolidagi shaharda qurilayotgan 9 qavatli bino yakshanba kuni tongda qulab tushdi. 22 ishchi chiqib ketishga muvaffaq bo'lganlar bedarak yo'qoldi. Manila, Filippin. Filippin poytaxti shimolidagi shaharda qurilayotgan 9 qavatli bino yakshanba kuni tongda qulab tushdi. 22 nafar ishchi chiqib ketishga muvaffaq bo'ldi. Boshqalari bedarak yo'qoldi, politsiya ma'lum qildi. Manila shimolidagi Pampanga provinsiyasidagi Angeles shahrida momaqaldiroq tufayli bino tong otguncha qulab tushdi. 100 dan ortiq politsiya va boshqa hukumat xodimlari vayronalar ostida qolib ketganlarni qutqarish uchun harakat qilishdi, politsiya brigadasi. General Jesse Mendes aytdi. Binoning qulashi joyida bo'lgan Mendes olim haqida hozircha ma'lumot yo'qligini aytdi, lekin binodan chiqib ketishga muvaffaq bo'lgan 22 ishchidan ba'zilari jarohatlanganini qo'shimcha qildi. U qulagan binoda qancha ishchi qolganini darhol ayta olmadi. Ammo Angeles City axborot idorasini boshqaradigan Jay Peleo bino qulaganda uni tashlab chiqishga muvaffaq bo'lgan qurilish ustasiga tayanib, kamida 30 ishchi vayronalar ostida qolishi mumkinligini aytdi. Angeles City AQShning eng yirik havo kuchlaridan biriga mezbonlik qilgan. Rossiyaning Ukrainaga hujumi oqibatida bir kishi halok bo'ldi, bir necha kishi yaralandi. Rossiyaning Ukraina poytaxti Kiyevga raketa va uchuvchisiz samolyotlarning katta to'lqini uyushtirishi oqibatida bir kishi halok bo'ldi, 21 kishi jarohatlandi. Shahar bo'ylab portlashlar eshitildi. Shahar meri Vitaliy Klichko Telegramda barcha tumanlarda, jumladan turar joy binolari va maktabda vayron bo'lgani haqida yozdi. Yaralanganlar orasida 15 yoshli o'smir ham bor, 13 kishi kasalxonaga yotqizilgan, ulardan 3 nafarning ahvoli og'ir, dedi Klichko. Zarbalar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainani juma kuni Starobilsk shahridagi talabalar yotoqxonasiga 18 kishi halok bo'lgan qonli hujumda ayblaganidan so'ng javob qaytarishga va'da berganidan keyin uyushtirildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining bayonotida, juma kuni kechasi Rossiya tomonidan bosib olingan Ukraina sharqidagi Starobilsk yaqinida hujum uyushtirgani, biroq u Rossiya harbiy qismiga zarba berganini ta'kidladi. Klichkoning so'zlariga ko'ra, Rossiyaning yakshanba kuni kechasi bo'lib o'tgan ish tashlashi Kiyev bo'ylab 40 dan ortiq nuqtani qamrab oldi. Vayronalarning tushishi turar joy binolari, omborlar, supermarket va savdo markazida yong'inga sabab bo'ldi. Poytaxt yirik ballistik hujumga uchradi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, ochlik, oziq-ovqat bilan bog'liq zo'ravonlik avj olgani uchun urush quroli sifatida tobora ko'proq foydalanilmoqda. 2018 yil buyon bozorlar, qishloq xo'jaligi erlari va oziq-ovqat tarqatish tizimlariga 20 dan ortiq hujumlar qayd etilgan. Ochlik urush quroli sifatida tobora ko'proq foydalanilmoqda. So'nggi 8 yil ichida 20 dan ortiq hujjatlashtirilgan oziq-ovqat bilan bog'liq zo'ravonlik hodisalari. Yangi tahlillar shuni ko'rsatadiki, hujumlar orasida har kuni bozorda 1261 ta oilalar ish tashlashlari sodir bo'lgan 36. Oziq-ovqat tarqatish tizimlari nishonga olingan va ishchilar o'ldirilgan. O'qishni davom ettiring.